Kiprigini tika qilib bo'lmaydi deysiz. Kiprigini tika qilib bo'lmaydi deyishingiz gunoh sizni. Qalampirni qo'lga berib bo'lmaydi deysiz. Qalampirni qo'lga berib bo'lmaydi deyishingiz gunoh. Katta kapalak kelsa Qur'on o'qiydi deysiz. Katta kapalakni ko'rib arvoh kapalaydi, Qur'on o'qishingiz gunoh. Manu kuni kir yuvib bo'lmaydi, mo'y kuni tirnoq olib bo'lmaydi deysiz. Shuni deyishni o'zi gunoh. Ko'ryapsizmi? Bundan nima bo'lyapti? Bundan shuki, Alloh nima dedi? Fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bilmaysanmi? Bilgandan so'ra deydi. Din bu o'yinchoq emas bu. Din bu qurilish emas. Qurilishda fikr bildirsangiz bo'ladi. Aytini mina qil, ustundan orasini katta qil, o'qil, buqil, bu naqshni olib tashadi. Dindan olisham, dinga qo'shisham eng katta gunoh kabira. Alloh al-yawma akmaltu lakum dinakum deb bo'lgan. Men diningni 100% qilib bo'lganman deydi. Siz bilan mandaqangi bilimdonlarning bilimi kerak emas dinga. Biz o'qib o'rgansak bo'ldi, unga qo'shisham gunoh, undan olisham gunoh. Shuni kim qo'shyapti? Kiprigini tika qilib bo'lmaydi, kiprigidan oxlab bo'lmaydi, kiprigi tegsa falokat bo'ladi. Mana isiriq diniy narsadir. Kim qo'shyapti ekan? Ilmsiz, bilimsiz johillar qo'shyapti. Bir kunda ikkita kelin olib bo'lmaydi. O'lgandan keyin buna qilish kerak, o'qilish kerak, talqon qilish kerak. Kim qilyapti shu ishlar? Nimaga indamaymiz? Biz erkak bo'lib, mana xo'p ayollar-ku, xo'p ayollarda xo'p palonchi otinoyisi degani ham shu masalalarni chuqurigacha bilmaydi, ochig'ini aytganda. Juda kam arabiy mulla bo'lgan otinoylar juda kam, buni tan olish kerak. Mabodo birortalarning ayollari otinoy bo'lsa hashlang